qishloq xo'jaligi faoliyatini yana takomillashtirish bo'yicha muhtaram Prezidentimiz tomonidan 2025-yil 4-sentyabrdagi 153 sonli farmon qabul qilindi. Bunda qishloq xo'jaligi mahsulotini yetishtiruvchilar qo'shimcha qiymat solig'ini 0% stavkada to'lashi belgilandi. Bunda eslatib o'tamiz, paxta va g'alladan tashqari 504 ta mahsulot 0% stavkada qo'shimcha qiymat soliq tortilishi belgilandi. Bu imtiyozdan foydalanish uchun yuridik shaxs tomonidan shu My3 soliq.uz axborotlar platformasiga kirib, bu yerda imtiyozlar dasturidan o'sha qaysi mahsulot yetishtiruvchi bo'lsa, o'sha 504 ta mahsulot ichidan bu yerda nomi, o'lchov birligi, soni, summasini kiritib imtiyoz olishi belgilandi. Bu elektron hisob faktura rasmiylashtirishda Didoxda imtiyoz olgandan so'ng o'sha mana bu 0 stavka avtomat tarzda shakllanadi. 0 stavkadan foydalanishda, ya'ni ro'yxatni shakllantirishda albatta bitta fermer xo'jaligi, o'sha qishloq xo'jaligi yer maydoni mavjudlar va o'sha qishloq xo'jaligi mahsulotini realizatsiya qilishda o'sha mix bilan foydalanganlar uchun inobatga olinadi, ya'ni ularga tatbiq etiladi. Bu mahsulotni yetishtirishda olingan mahsulotlar zachotga olish masalasi bo'yicha o'sha qo'shimcha qiymat solig'ini 3 kun ichida avtomat qaytarib berish avtomatlashgan tartib belgilandi.